Assalomu alaykum texnika ishqibozlari. Bugungi sotiladigan texnikamiz T28 dan qo'yib boramiz. Videomizga bitta like bosib qo'ysizlar. Shunaqa 28 da arzon dehqonbobidan so'rayotgan akalarimizga jo'natib qo'ysizlar. Manfaatli, foydali video chiqadi. Bu texnikamiz Namangan viloyati Mingbuloq tumanida ishga tayyor holatda turibdi. Bu texnikamizni narxiga keladigan bo'lsak, 11 million kami bor deb aytib o'tishyapti. Dehqon texnikasidan ko'rsatib boryapman. Ko'rib turibsizlar. Texnikamiz 1 yildan beri yurmay shu yerda turibdi ekan. Texnikamiz akkumulyatori yo'q ekan, statori bor ekan. Statorlarni ko'rsatib qo'yasiz. Bu texnikamiz 1 yildan beri shayda turibdi. Motor, zadniy most, korobkalarda ish yo'q. Shuni sizlarga qo'yilsa bo'ldi. Oldi bolalari ham ko'rib turibsizlar. Yaxshi holatida, yorug'i yo'q. Orqa bolalari charchab qolibdi. Orqa bolalari olib borib almashtiradigan holatda, lekin yorug'lari yo'q ekan. Ishlari qolmabdi. Bu tomonlarni ham, ichkarilarini ham ko'rsatib qo'yasiz-ku. Motor holatlarini yaxshilab, shunday holatda. Dinamolari yangi ekan, aytib o'tganimdek, tomonlari, motorlarda rasxod yo'q. Ishga tayyor texnikamiz. Insha raspretillari ham yaxshisidan ekan. Orqa tomonlariga keladigan bo'lsak, buni qo'shimchasiga yana yangiligimiz bor, aytib o'taman, videoda oxirigacha ko'rib tursalaring. Qishloq joylar ishlaydi, hamma yo'q o'rni joyida ishlab turgan texnika. Nomerlari sariq nomerda 422 dokumentlaridan muammosi yo'q edi. Videomizni bekor ko'rmay, bitta like bosib qo'yasizlar, bu tomonlarni ko'rsatib qo'yasiz, bularning holatini. Bartoylarni ham hozir ko'rsatamiz, bartoylarni ko'rsatmagan ekan. Bartoylardan ham yog'magan, ko'rib turibsizlar. Shu holatda bitta mo'yka qilib olinsa bo'ldi texnikamizni. Ichki holatlarini ham endi berib turing, ichki holatlarini. Texnikamizni salon holatlari mana ko'rib turibsizlar. Anchadan beri yurmay turgan texnikamiz, ichlariga qushlar ham uya quryapti o'zi. Shu katta kabina 28 da arzonni so'rayotgan akalarimizga jo'natib qo'ysalaring manfaatli, foydali video bo'ladi. Bartoylarning holatlari o'yinchap yaxshi holatida. Bu texnikamiz mana buni ishlatgan. Og'ir nagruzka ish qilmagan. Bunimiz ham sotiladi 2017-yil. Texnikamiz bu holati ham sotiladi. Akamiz telefon nomerlari yozilgan. Bundan ishdan kelgan bu o'yindan kerak bo'lsa, akamiz telefon nomerlari yozilgan. Aloqaga chiqaversa, shu kelishilgan narxlarda qilib berishadi. Shu ikkalasi ham bitta insonda texnikasidan. Buni shu bochkalari bor, plastmassa tayyor holatda. Shuni borib ishlataveradigan holatingizda bu ham turibdi. Texnikamiz unaqa nagruzka og'ir ish qilmagan. Shuni ishlatgan xolos. Qiziqadigan akalarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Videomizga bitta like bosingizdan chiqmasin. Shunday texnikalarni qo'yib boramiz.